Ehsonning mukofoti ehsondir. Dasturimizda xayriya mavzusi bilan davom ettiramiz. 5 yoshli bolajonga gidrosefaliya kasallik tashxisi qo'yilgan. Bemorning ahvoli kundan kunga og'irlashib boryapti. Jarrohlik amaliyoti faqat Hindiston davlatida o'tkaziladi. Buning uchun esa 15 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' zarur. Moddiy tomondan qiynalayotgan oila bugun sizning ko'magingizga muhtoj. Imkoningiz bo'lsa, yordam bering, yaxshilar. 2021-yil qon ketib, komaga tushib qoldi. Komada gidrosefaliya meningit degan bo'lib qoldi. Oilaviy sharoitimiz og'ir. Xo'jayinim kunlik ishda ishlaydilar. Kunlik dori darmoniga yetishi uchun kunlik ishda ishlaydilar. Sultonmurod hozirda zond orqali ovqatlanadi. 5 yosh bo'lsa-da hech qanday mustaqil harakat qila olmaydi. Hattoki nafas olishga ham qiynaladi. Sizlardan iltimos qilib so'rardim. Alloh yo'lida, Alloh qodir qilguncha bizdan yordamlaringizni ayamanglar. Sultonmurod o'g'lim ham tengdoshlariga o'xshab yurib bolalik zavqini tuyishini xohlar. Aslida onaizorning o'zi ham davolanishga muhtoj. Jigarida jiddiy o'zgarishlar bor. Lekin Malohat opa birinchi navbatda o'g'lining shifo topishini istaydi. Hamma onalar kabi o'zidan ko'proq farzandi haqida qayg'urayotgan ayolning mushkuli oson bo'lishida sababchi bo'ling. Bemor bolajon yana sog'lom hayotga qaytsin. Motor G'ulom Nazirov, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun. Ehsonning mukofoti ehsondir. Dasturimizda xayriya mavzusi bilan davom ettiramiz. 5 yoshli bolajonga gidrosefaliya kasallik tashxisi qo'yilgan. Bemorning ahvoli kundan kunga og'irlashib boryapti. Jarrohlik amaliyoti faqat Hindiston davlatida o'tkaziladi. Buning uchun esa 15 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' zarur. Moddiy tomondan qiynalayotgan oila bugun sizning ko'magingizga muhtoj. Imkoningiz bo'lsa, yordam bering, yaxshilar. 2021-yil qon ketib, komaga tushib qoldi. Komada gidrosefaliya meningit degan bo'lib qoldi. Oilaviy sharoitimiz og'ir. Xo'jayinim kunlik ishda ishlaydilar. Kunlik dori darmoniga yetishi uchun kunlik ishda ishlaydilar. Sultonmurod hozirda zond orqali ovqatlanadi. 5 yosh bo'lsa-da hech qanday mustaqil harakat qila olmaydi. Hattoki nafas olishga ham qiynaladi. Sizlardan iltimos qilib so'rardim. Alloh yo'lida, Alloh qodir qilguncha bizdan yordamlaringizni ayamanglar. Sultonmurod o'g'lim ham tengdoshlariga o'xshab yurib bolalik zavqini tuyishini xohlar. Aslida onaizorning o'zi ham davolanishga muhtoj. Jigarida jiddiy o'zgarishlar bor. Lekin Malohat opa birinchi navbatda o'g'lining shifo topishini istaydi. Hamma onalar kabi o'zidan ko'proq farzandi